o'shanga opam menga aytdilar, yog'li sochim, juda ham yog'li, qazoqli. Keyin bu jiddiy sovun bilan dedilar, boshini yuvib ko'rdilar, qazg'og'ini to'kadilar. Ham sochim paxayma sochda, ham yog'li, ham paxayma bo'lib ketadi. Keyin yuvib ko'rdim buni. 3 kunga natija sezdim. Qazg'oqlarim shunaqangi to'kib berdi, ham sochim tekis, mayin, yarqirab beradi. Geyfrut shampundan ko'ra u ham zo'r, Geyfrut ham zo'r. Buni natijasi juda zo'r. Sizda kirgan qancha vaqt bo'ldi hozir? 1 oydan oshdi, 2 oydan oshdi. 2 oydan oshgan, kamida 10 ta natija bilan bo'lishdilar hozir kelganlardan beri. Undan ham tashqari men xursand bo'layotgan joyim mahsulotlarni bir-biridan farqini ham ajratib olganlar. Juda ham zo'r-da. Bu o'zlarining ustlarida zo'r ishlar. Qaysinsi? Mana bu Lavrbaşning bo'yicha Keyin qaranglar, bu bilan vanna qilsanglar ham bo'ladi, tinchlantiradi. Vanna qilsanglar, vanna suvlaringizga solsanglar, tinchlantiradi. Plus tomoni, mana tovonlaringiz yorilganini bitiradi. Keyin böyle qavat bo'lib yopishib qoladi tomonlaringiz. Ashlarni siyirib tushiradi. Men o'zim sinab ko'rdim. Juda ham zo'r narsa. Jiddiy sovun borki, mo'chchak ekstraktli. Buni shampunini ham yuvib ko'rganman men, shampuniga ham. Lekin bu sovun geli juda